Abduqodir Husanovga Chelsea skautlari og'iz solyapti. Londonning Chelsea klubi Abduqodir Husanovni o'z safiga qo'shib olish uchun jiddiy harakatlarni boshladi. 22 yoshli o'zbekistonlik himoyachi Manchester City safida joriy mavsumda 33 ta o'yinda maydonga tushib, Pep Gvardiolaning taktik sxemalarida muhim bo'g'inga aylandi. Ruben Dias va Yoshko Gvardiolaning jarohatidan sog'ayib safga qaytishi Abduqodirning doimiy o'yin amaliyotini kamaytirishi mumkin. Chelsea esa aynan mana shu vaziyatdan foydalanib qolmoqchi. Klub skautlari allaqachon futbolchining vakillari bilan dastlabki aloqalarni o'tkazgan bo'lsa-da, ekspertlar transfer ehtimolini 0 ga yaqin deb baholashmoqda. Shaharliklar rahbariyati o'z yulduzini osonlikcha qo'yib yubormaydi. Muxlislar esa uning narxini 100-150 million funt sterling atrofida bo'lishini taxmin qilishmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu transferning amalga oshishi ehtimoli bormi yoki yo'q? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va Anhor.uzga obuna bo'lishni unutmang.